Пайгамбар алейхиссалам айтат, кебирлер сөз эсин табат. Бамдап намазыга турбаган инсандын кулагы шайтандын унитазы дейт. Шайтан келип кулагына чур деп сиет экен да. Кебирлердин кулагына 50 жылдан бери шайтан сийип жүрөт. Бамдатка тургусу келбейт. Анан чыгып сүйлөсө кыйын болот да, галстук тагып алган. Сүйлөсө асмандан сүйлөйт. Кулагың унитазы? Бамдатка тура албайсың. Кегиле урматтуу мусулман бир туган. Мусулмандын перзенти болгондон кийин Раббыбыз Аллах, пайгамбарыбыз Мухаммад, динибиз ислам дегенден намазга бекем бололу. Мурда балким үзүр болот эле. Мечитибиз жарака кеткен, мечитибизде отоплениясы жок. Эми бул мечитте намаз окубаган баткенче намарт. Сиздерде барбы ушу намарт деген сөз? Bizde aytadi, bu juda nomard odam ekan deydi. Shu mechitda namoz o'qibasan. Ne em deysin, Alloh taoloning ne o'ziring bor? Hurmatli musulmon bir tugan, tamasha chindiqqa janasha bo'lgan o'qiyani aytib berayin. Men Egipetdan kelib 2000-yillar Islom institutiga rektor bo'lib qoldim. 2002-yillari mamlakatimizning bir oblastına barib, cho'ng bir o'quv joyida KVM bo'lib o'tadi. Studentlarning orasida jarish bo'lib o'tadi. Yurfaktin, ekonomfaktin, isfaktin bardagi 5 fakultetin baldarının arasında jarış bo'lib o'tadi. Jarışın arasında dini surov da var. Akırında var, yurfaktin baldары менен ekonomfaktin baldары birday bo'lib qoldi. Biroq bir dini surov qaldı. Dini surovga kim javob berse 40 upay aladi tag'in. Oşol kezde qo'yilgan payga kompyuterden printeri var, bardıq emesi var da. Oşonu alış kerak. 3 в одном deyip. Bari var. Al surov shunday ele. O Ramazan ayında barganmiz, oza çarqılıp. Ana aytdi. Oroza kimge farz? Yurfaktin baldары javob beradi. Ustaz biz şuga javob beradi. Javob bergilesek, oroza birinchi musulmonga farz. Значит, kafirga farz emas. Oroza musulmonning bariga farz yo'q, balag'atga yetganga farz. Значит, sabiy yosh bolaga farz emas. Oroza kimga farz? Musulmon aqlida joyi bo'lishi kerak, jindiga farz emas. Oroza densoqligi ching odamga, o'ruga farz emas. Oroza safarda emas, safardaagi odamga da farz emas, o'zatsa bo'ladi. Surovga to'liq javob berdi. Musulmon balag'atga yetgan, aql joyida, aql es joyida, densoqligi ching bo'lgan. Ana so'radi. Bar javob berdim, men aytdim, sizlarga 40 upay beruvdan murda emi surov sizlarga. Oroza sing'arib sizlar dedim. Yurfakda o'qigan 5 bola. Men chiqmay qoldim, aytdim. Sizlarni balag'atga yetelak deyin desam, baring dedim, universitetda o'qib o'tasizlar. Musulmon emasmi deyin desam, baring Xudoyga shukr. Musulmonning baldarısınlar. Oru deyin desem baring 086'da oturup jinde emasmin deb universitetga kirgensinglar. Biroq sizlarning oroza qarmag'aninglarga mening ekele gümonim qaldi. Musulmon bo'lib turib, balag'atga yetib turib, aqli joyinda bo'lib turib, jindi bo'lmay turib, densoqligi ching bo'lib, oroza qarmag'an, namoz o'qigan odamga ekele gumon bo'ladi. Balag'atga yetgan bo'lib, aqli joyinda bo'lib, densoqligi ching bo'lib, namoz o'qisa, oroza qarmag'asa, al etek kirib kelgan ayollar bo'ladi. Birinchi gumon shu. Ikkinchisi, balag'atga yetib, aql joyinda bo'lib, bar joyinda bo'lib turib, oroza qarmag'asa, namoz o'qisa, ikkinchi gumon to'ratdan keyin nifas jatini es algan bo'ladi 40 kun. O'shal kezde namoz o'qiydi. Aytdim, sizlarda qaysi bor? Qaysi uzr bor? Hurmatli musulmon, tamasha chindiqqa janashib namoz o'qibaganga ne uzring bor? Bundan ortiq so'z bo'lsa kerak, a? Chuchuqqa yetdimi? Kelingizlar hemen namozga o'qiylik. Men sizlarni agar so'zim qattiq tiysa, kechirim so'rayman. Men sizlarni qara sanagan dushman bo'lgan uchun emas, men sizlarni yaxshi ko'rganim uchun, o'zimga yaxshi ko'rgan Allohning roziligini sizlarga yaxshi ko'rgan uchun, oxiratda bu dunyoda ikki dunyo baxtli bo'luvinglar uchun bu narsani aytib o'taman. Agar so'zim qattiq bo'lgan bo'lsa, kechirim so'rayman. Kelgila, Alloh taolo qul bo'laylik. Amin. Allohumma ighfir lana zunubana va kaffir anna sayyi'atina va tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin.